Zominliklar mendan norozi. Nimaga desanglar, o'tgan safar o'yin o'ynagandik, esingizda bo'lsa, zominliklar like bosadi, baxmalliklar kommentariy yozadi. Kim yutqizib qo'ysa, yutgan odamning shartini bajaradi. O'sha o'yinda bitta narsaga e'tibor qilmamiz. Bitta inson bitta like bossa bo'lar ekan, lekin bitta inson xohlagancha kommentariy yozsa bo'lar ekan. Zominliklar like bosish kerak edi, baxmalliklar kommentariy yozish kerak edi. Baxmalliklar gap bo'lishi mumkin emas, aktivda rezultatni yorib tashladinglar. Men kutmagandan ham ko'proq bu safar ham maksimal ravishda podдержка qilasizlar degan umiddaman. Yana yutishimiz kerak birgalikda. Zominliklar hammasi jalba qilib tashadi. Mana hozir yozgan SMSlarni ham pastga qo'yib qo'yaman. O'zingizlar bitta e'tibor qilib qo'yasizlar. Endi mayli, yana bir bor zominliklarga imkoniyat beramiz. Endi zominliklar kommentariy yozadi xohlagancha, baxmalliklar xohlagancha odamga yuboradi. Ya'ni jo'natishlar soni bilan kommentariy sonini solishtiramiz. Qani ko'ramiz kim yutar ekan. Agar shunda ham yutqizib qo'ysanglar, zominliklar keyin ham berasizlar degan umiddaman. Agar men yutqizib qo'ysam, 10 ta zominlikka sovg'a beraman. Agar men yutqazib qo'ysam, albatta g'olib bo'lishni xohlasangiz, bizga obuna bo'lgan bo'lishingiz shart. Bundan tashqari, aniq g'oliblarni aniqlaydigan kunimizni, jonli efirni istoriyamga joylayman. Bemalol istoriyaga o'tib, aniq sanasini bilib olsanglar bo'ladi. Uzog'i bilan 2-3 kunning ichida g'oliblarni aniqlaymiz. Hammaga omad.